Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolisa yana bir navbatdagi molxonamizni video egalariga topshiramiz. Xudo xolisa bu molxonamiz razmeri eniga 11 metr, uzunasi 20 metr bo'lgan konteyner profillaridan video egalariga qurib topshiryapmiz. Uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustlarini 25 metrgacha bez ustini olib beramiz. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab. Bu joyimiz 1 kvadrati 200 ming so'mdan bo'lgan. Uy egasi shiferi bilan qora kigizini olib berdi. Qolgan mahsulotlar o'zimizdan, shuning ichida qatirib berdik akalar. Firmalarimiz orasi 1.50 dan, stokalarimiz orasi 5 metrdan. Issiq sovuq ushlashiga qora kigiz tashlab yubordik. Xudo xolisa kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Chiroqli, mustahkam qilib bitkazib beramiz, xudo xolisa. 1 soatlik ishimiz qoldi. Ustagalarimiz shifrlarni qatirishyapti. Uyda egalariga topshiramiz. Bu molxonamizni mana havo aylanadiganlarni ham qo'yib berganmiz. Tepaga 50 sm ochib berganmiz. Xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab mavjud xizmatlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa molxona qurdiraman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar videolarimizni. Sizlardan like bosib